بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد. Assalomu alaykum, hurmatli Aziz Rahmon kanalini kuzatuvchi insonlar. Oradan mana yana bir hafta vaqt o'tib sizlar bilan efir to'lqinlarida sog' omon uchrashib turganimdan g'oyat minnatdorman. Barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi chiqishimizdagi mavzu yana o'sha o'tgan safar chiqishlarimizga jinday tahlil qilish niyatida chiqyapman. Avvalini bir kichik bir hikoyat bilan boshlasam, ruxsat bersalaring. Bir qari mirkabli shafif odam nabirasini eshakka mindirib olib yo'l manziliga qarab yo'l yurib ketmoqda ekan. Bir qishloqqa borib, qishloq guzaridan o'tayotganda odamlar har cholga qarab turib, voy noinsof, ana cholni qaranglar, eshakka rahmi kelmaganini. Nabirasini qo'yib olsa pildirib yugurib ketaveradi-da, uni ham mindirib olibdi, o'zi ham minib olibdi desa, bu odamlar to'g'ri gapiradi deb nabirasini tushirib, keyingi mahalla guzariga borsa odamlar yana qarab, voy iymoning o'chgan cholni qaranglar, o'zi uyalmay eshakka minib olibdi, u yosh go'dayni boshidan issiq o'tkazib yalangoyoq yerda yugurtirib ketyapti desa, bu odamlar to'g'ri gapiryapti shekilli deb guzardan o'tib eshakka nabirasini mindirib olib, o'zi yetalab ketib 3-qishloqqa bordi. 3-qishloqqa borsa odamlar kulib, ana cholni qaranglar, miyasini yeb qo'ygan qari. Ha, eshak ko'taruvchisi o'lib qolamidi, o'zi ham minib olsa nevarasini mindirib ketaversa degan ekan. Maqsad nima bu gapdan? Har birida ozgina haqiqat bordir. Birinchisida eshakka rahmi kelishsa, ikkinchisida bolaga rahmi keldi, uchinchisida cholni o'zini aql hisoblab unga rahmlari kelib eshakka mindirib yubordi. Aylanib yana asli holiga qaytdi. Endi shuningdek keyingi mana bu Sirdaryo Bo'ka yo'lida shu falokatga uchragan birodarimiz haqida 2 marta chiqish qildik. Duoyi fotiha qildik. Faqat maqsad shularni yengillik bo'lish, shu qavm qarindoshlari, ota-onalariga taskin berish niyatida chiqqanimiz aniq bilinib turibdi. Endi ko'p savol javoblar bo'libdi. Shu yerda birinchi chiqishimizda Anvar Turg'unov ekan, agar shu familiyasi rozi bo'lsa, fikr bildiribdiki, maqsad nima? Maqsadni aytdik-ku biz, silai rahim. Sizga xuddi shunday javob berdik, silai rahim deb turib. Bundan nima maqsad bo'lishimiz mumkin? Biz pul so'raymizmi? Yo layk so'raymizmi? Bizga hech nimaning keragi yo'q. 10 ta qalbi pok odam ko'rsa ham shuni ko'rganiga ham juda minnatdormiz. Bizga juda ham ko'p fikrlar bo'ladi, telefonlar ayniqsa. Biroq odamning telefonini qaytarmay olaman. Qancha vaqt bo'lsa shuncha vaqt gaplashaman, tafsir beraman o'shalarga. Endi keyingi chiqishimizda, xatma sag'ra qilganimizda bir yigit chiqib fikr bildiribdi. Men oldini ogohlantirishlarga aytganman. Tilimda oz-moz nuqson bor. Tajvid qoidalari boshqaga qiynalaman. Umuman shu o'zimizda siz bilan suhbatlashgan gaplarni sizga yetkazishga ham ancha-muncha muammolarim borligi haqida hammalaringga aytganman bu gapni. Endi shu yerda bir Akmaljon Mamathojiyev degan yigit chiqib, oqsoqol salomlashdi ham, ammo sindirib yubordingiz-da. Siz bunaqa qilib chiqib nima qilasiz? Endi siz kanalingizni bekiting, YouTube'ga chiqmay qo'yavering degan taklif kiribdi. Mayli. YouTube'ga chiqib nima topdim, chiqmay ham uyda ham yashayveraman, faqat men g'oyibdan odamlar bilan xuddi yonimda turgandek gaplashib, shularni ruhan yashayapman xolos. Shundan mahrum qilmoqchi bo'lsangiz mayli. Lekin birodar,
sizga gapim Akmaljon Mamatojiyev. Ana shu YouTube'da aytaylik izohlar yozilgan joyda ham turibdi telefon nomerim, pastdagi ссылкада ham turibdi telefon nomerlarim. Ya'ni 94 135 18 66 nomerlari. Siz telefon qiling, siz isbotlab bering menga, shu mayli chiqmasam chiqmay qo'yaveraman. Undan keyin hurmatli tomoshabinlarim, shu YouTube kanalni YouTube tarqalyaptimikan, men bekitib tashlang deyapti. Bekitib tashlaymi yoki chiqaveraymi? Sizlar ham o'z fikrlaringizni bildirasizlarda. Endi o'shanda ko'p fikr mulohazalar bo'lib qolibdiki, xuddi men o'shani ichida yurgandek, yonida yurgandek menga savollar berib, mavzudan chetda fikrlar, izohlar, yo'q, mavzudan chetda demayman. Kuyib ketganidan, yonib ketganidan qalbi pok insonlar izohlar yozyapti. Nimaga u tashlagan joyini ko'rsatmaydi, nima uchun ayolini so'roq qilishmaydi, haqiqiy holat qanaqa bo'lgan degan savollar menda ham o'ynayapsizlar. Lekin men bitta narsani sizlarga aytib qo'yay. O'sha jinoyat sodir qilindi gumonlangan shaxs qo'lga olgan zahotiyoq dastlabki surishtiruv tergov harakatlari olib boriladi-da. O'sha olib borilganda o'sha ichki ishlar xodimini kim bo'lsa ham qo'liga bitta militsionerdan kishan solib, o'sha voqea avtohalokat boshlangan joydan o'sha tiriltirib o'shani ko'rsatadi. O'shanda qanday mashinaga olganligi, keyin qayerga borganligi, keyin olib borib kim bilan qanday o'sha daraga tashlaganligini ko'rsatganligi uchun o'sha yerdan qarashyapti ular. Bu aniq. Bo'lmasa mana o'zlaridan telefon qilinglar, so'ranglar, o'sha holat bo'lgan. Lekin bittasizlar haqsizlarki, o'sha ayol Oqqo'rg'onga ketib qolibdi ekan. Oqqo'rg'ondan qochib ketgan yo'q, chet elda bas, o'sha Toshkent viloyatida. Balki ham kelgandir. Shuni so'roq qilsa yana ham tergovga oydinlik kiritishi mumkin-da endi. Endi bizni loyihalarimiz mana hammalaringni yana bir bor esimdan jindak ko'tarilibdi. Mana shu oyda 17 yo 18 kunlari Mohir Ramazon oyi kirib kelyapti. Bu oy poklanish oyi. Bu oyda biz barcha ig'volardan uzoqlashamiz, o'zimizni isloh qilamiz, tilimizni tiyamiz, ko'zimizni nojoiz narsalarga qaratmaymiz va Allohni o'sha bergan ro'zasini sidq bilan tutishga tayyor turibmiz. Va shu ro'za oyi men faqat shu hidoyat yo'lida shunaqa bir chiroyli bir holatlar haqida suhbatlar o'tkazmoqchiman. Shunga sizlar fikrlaring qanday, shunga bir izoh yozib qo'yasizlar. Barcha mish-mishlardan uzoqlashib, Allohning yo'lida gaplashamiz. Kerak bo'lsa, xatmi Qur'onlar, xatmi tilovatlar qilamiz. Endi men birodarim yana bir bor sizga aytib qo'yapmanki, men diniy ilmim yo'q deb ham ogohlantirganman. Bu deganim men islom mahatlarida, madrasalar ko'rmaganligimni aytdim. Lekin ozmi ko'pmi o'zimning ibodatimga loyiq ilmim bor, Allohga shukr. Ozmi ko'pmi. Buni mana ro'za paytlarida guvoh bo'lasizlar. Kerak bo'lsa bir chiroyli katta suralardan ham xatm qilishimiz mumkin. Xatmi Qur'on oylarida o'shanda namoyon bo'ladi. Endi ko'pda duosi ko'ldinglar, kelinglar. Avvalgi odatlarimizni bir chiroyli duo bilan ko'rsatuvimizni yakunlaylik. Ilohim amin. Parvardigoro. Ilohim mana shu yo'qolgan birodarimiz hali ham daraga chiqmasang bo'lsa berdiyorda Alloh o'zing namoyon qilgin. Oiladagilarga sabr jamil bergin. Bemor birodarlarimiz mana telefon qilyapsizlar, yozyapsizlar, dardlaringga shifoyi komil bersin Allohim, ilohim. Ko'rmagandek bo'lib ketinglar Ramazon oyiga. Mushkuloti bor, muammosi bor, menga telefon qilgan, izoh yozgan birodarlar, Alloh mushkulotlaringni oson qilsin. Allohgagina oson. Musofirlikda yurgan farzandlarimiz, Alloh faqat o'zingga tavakkul, o'zingga omonat ular. Omonatga xiyonat qilmagan Allohim o'z panohingda asragin. Chiroyli kasb qilib, halol daromadlarni topib, o'zini oilalariga eson omon daromadlari bilan qaytib kelishini ro'zi nasib aylagin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.